Azizlar, biz to'g'ridan to'g'ri jonli efirdamiz va vaqtdan unumli foydalangan holda studiyamizning eng qaynoq nuqtasida sizga yanada xush kayfiyat bag'ishlaydigan nuqtadamiz. Demak, bugungi omadli tomoshabinimiz kim bo'ladi? U siz bo'lishingiz mumkin. Yaqinroq o'tirib olamiz. Mana shunaqa zavqli jarayonga barchaga omad tilagan holda start beramiz. Demak, bugungi televizor g'olibi kim? Birgalikda aniqlaymiz. Diqqat! Demak, monitorga qaraymiz va tasodifiy usulda biz raqamni aniqlab olamiz. Bizda eng faol muxlislarimizning ro'yxati bor. Ulardan bittasini bizga hozir aniqlab berishadi. Ekranga diqqat qilamiz. Tasodifiy raqamlar generatori bugun qaysi insonni g'olib qiladi? Xo'sh. Demak, ularning raqamlari 33 kodi orqali. Aha. Qolgan ma'lumotlar 2699. Tabriklaymiz. Bir necha soniyalar va siz haqingizdagi to'liq ma'lumotlar bizga yetib keladi. Katta rahmat aytamiz. Avvalo mehr uchun, e'tibor uchun, ishtirok uchun. Aksiya 26-dekabrgacha davom etadi. Shuning uchun hali ham imkoniyat bor. Hali hamon ishtirok etmagan bo'lsangiz, qayerda yuribsiz? Bugunoq Mening yurtim telekanalini soat 16:00 dan 18:30 gacha diqqat bilan kuzating. Ekranda chiqadigan 4 ta sirli raqamni Promo Bank botga jo'nating va bundan tashqari qo'shimcha ballar yig'ib, mana shunaqa g'olibga aylaning. Omad yor bo'lsin. Demak, bizda allaqachon g'olibimiz haqida ma'lumotlar bor. Va men ularga qo'ng'iroq qilishni boshladim. 2699 raqami egasi. Ular haqidagi ma'lumotlarni Hozir uni ham aytamiz. Demak, Zulayxoxon ismlari. tabriklaymiz. Andijondan 99-yilda tavallud topganlar va ular javob berdilar. Assalomu alaykum. Zulayxoxonga bog'landik, to'g'rimi? Andijonlik qadrdonimiz, yaxshimisiz? Televizor ko'ryaptilar. Bilasizmi qayerdan qo'ng'iroq qilyapmiz? Yo'q. Iya, nahotki bilmaysiz? Televizor ko'rmayapsizmi? Alo. Televizor ko'rmayapsizmi? Alo. Alo. Mening yurtim telekanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Omon-omon dasturidan Kamina Rustanbek, yonimda Umidaxon borlar. Assalomu alaykum. Va loyihada ishtirok etgan ekansiz, to'g'rimi, Zulayxo? Ishtirok etganman. Raqamlar yuborgan ekansiz. Bugun esa omadingiz kuldi. Bilasizmi nima yutib oldingiz? Voy, nima? Televizor sohibi bo'ldingiz. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Zulayxoxon, o'zi boshida ishonib astoydil harakat qildingizmi yoki mayli yo'l-yo'lakay ishtirok etib qo'yay, nimadir bo'lardi dedingizmi? Yo'q, ishongandim. Aha, mana yutsa bo'lar ekanmi? Lekin Omon-omon dasturini ko'rmayotganingiz chakki bo'libdi. Har kun tongda Mening yurtim telekanalida Omon-omon dasturida faqatgina g'oliblar aniqlanadi. Biz sizni chin dildan muborakbod etamiz. Tuman markazlarimizdan albatta sovg'angizni olasiz. Birozdan so'ng, dasturdan so'ng yana ma'murlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Hamisha shunaqa hayotda omadli bo'lib yuring. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Juda ham Tabriklaymiz, quvonchingizni sherikmiz va oldinda bir qancha sovg'alarimiz va 50 million so'm pul mukofoti turibdi. Siz jarayonda ishtirok etishda davom eting. To'liq ma'lumotni olish uchun esa ushbu rolikni tomosha qiling. Marhamat.